Sevgili dostlar, yaxşımısınızlar? İzleyiş Sağlam Hayat programımızda görüşünlerini qızğın qarşı alımız. Programımız ekrandagi dostlarımızdan hər xil keselligi bo'lgan tushunchasini cho'nqurlashtirish, kasallikning oldini olish va uni davolashga bir kishilik to'kib qo'yishni asos qilgan sog'lomlik programmasi. Programmamizni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik 3-xalq doktorxonasi alayda qo'llagan bo'lib, shu doktorxonadagi tajribasi mo'l kasbiy doktorlarni bizga bilim savo so'zlab berishga o'rlashtirib berdi. Shu sababdan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik 3-xalq doktorxonasiga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Undaqda oldi bilan bugungi programmamiz təkliflik mehmanimizni dostlarımızla bir tanıştırıb ötsəm, Xinjiang Uyğur Avtonom Rayonluq 3-xalq doktorxanası balalar bölümüdən Nurnisa doktor. Xoş gəlibsiz Nurnisa doktor, qarşı alınız. Bugünkü proqramımızda yana şu kiçik dostlarımızda, balalarımızda köp görüldüyən zıq kesillərə toxtalıb baxsaq qandaq? Buldu. Undaqda aldı bilən burun qıymış tərtibimiz boyunca zıq kesillər toğrusida azraq izahat bərsiniz. Zıq kesil deganimiz odatda odam badanidagi immun kuchi bilan munosabatlik bo'lgan zarrachalarninki miqdori eshib ketganlik sababidan keltirib chiqaradigan bizning kana yallig'ininki o'zgarishini keltirib chiqaradigan bir kasallik bo'ldi. Endi buning sababi nima desa, sirtdan kelgan har xil g'idiqlug'ichlarning odam badaniga kirgandan keyin odam badanining immun kuchini g'idiqlash sezgir eshib ketadi. Eshib ketganlik sababidan odam badanining o'zining ichidagi immun kuchi bilan munosabatlik bo'lgan g'idiqlug'ichlarning zarrachalar ko'payib ketadi. Bu ko'paygandan keyin odam badanininki reaksiya qilganlar buningki immun kuchini kana yo'ldagi muskullarni shilimshiq pardalarni qisib oladi. Qisqanlik sababidan anadagi nafas yo'lini qisildi. Nafas olish xuddi bizning oksigen kiradigan yo'lnikini tuyuqsizlanib sirtdan kelgan bir yo'lovchi yo'lni qaraqchi kelib to'sib oldi. To'sqandan keyin yo'l itildi degan gap. Itilgandan keyin mangamay shuni bilan nafas qilinadigan ahvol ziqqa deb ataldi. Unda kelib aytganda bu ziqqa qanday kasal desa shu odam badanining immun kuchininki haddidan ziyod eshib ketganlikdan keltirib chiqargan. Bu odatda odam badanining immun kuchi qancha yuqori bo'lsa shuncha yaxshi deb o'ylaydi ekanmiz. Amniyatda yuqori bo'lib ketsa bir xil kasallik kiribdor bo'ldi ekanmiz. Bu dal ziq ekan. Endi shu immun kuchining haddidan ziyod eshib ketganlik sababidan keltirib chiqargan o'pkaninki bir kasalligi. Bu o'pka yo'lininki kasalligi. Endi bu odam badanining immun kuchining eshib ketganlik sababidan keltirib chiqargan kasalliklar naytijoq. Masalan, bizningki revmatizm, anandaki chanchibing deb qo'yamiz kichik bolalarningki, yoki bo'lmasa bizningki o'pkaninki hozir qiziqqa, burun yallig'i va ba'zidan nimalik pasillik burun yallig'i deb qo'ydigan. Shularning hammasi immun kuchi bilan munosabatlik bo'lgan bir kasallik. Endi bu immun kuchining hamdaligi xuddi bir hamma ishninki bir yaxshi ish bilan yomon ish bo'lganiga o'xshash. Yaxshilik bilan yomonlik odam badanidagi immun kuchiga munosabatlik bo'lgan zarrachalarning yaxshisi bor, yomoni bor. Endi yomon emas, yaxshilarning miqdori haddidan ziyod eshib ketgan vaqtida odam badanining odatdagi ahvol ostida bu ikkisi tamponlikni belgilaydi. Masalan, odam bizning o'zimizning badanda A bilan B normal tamponlikni saqlab turdi. Ma holatda anandan keyin sirtdan kelgan g'idiqlar verib ani yuqori ko'tarib aytgandan keyin ma'nunki kuchlanib ketdi uydagi. Ma birodarim kuchlanib ketdi, ma uruqni umisam bo'lmaydi deb mani o'zi bilan o'ziniki urib shundan keltirib chiqargan bir kasallik bo'lib chiqadi. Bu kasallik asos jihatdan o'pkaninki yo'ldagi kasallik. Shunlashqa ziqqa o'pka yo'ldagi. Endi qolganlarni keyingi bosqichda deb bo'ladi. Endi mundaq oddiy qilib tushunsak, yana shu badandagi immun kuchining tangpungsizligidan kelib chiqqan bir xil kasallikka, yana shu nafas yo'li bilan munosabatli bo'lgan kasallikka, o'pka yo'li bilan shunaqu. Undaqda bolalarimiz qanday ahvolda ziq kasallik kiriblar bo'ldi? Shu immun kuchining eshib ketganligi sababidan shunami? Endi ziq kasalligiga nima sababdan keltirib chiqargan desa, sababini hozirgi bizniki butun dunyoda mutahhir aniq bir sababi yo'q, lekin keltirib chiqargan ehtimolliklarni o'ylashgani yana shu odam badanidagi bularni o'pka yo'lidagi immun kuchiga munosabatlik zarrachalarning tamponlik buzilib ketganidan keltirib chiqargan. Bu tamponlik qanday ahvolda buzilib ketadi degan vaqtida odam badanining o'zininki immun kuchining zarrachalarini bu irsiyat bilan munosabatlik. Irsiyatdan boshqa bizningki odatda g'idiqlug'ichlarningki, hamda bizning irsiyat masalan genimizda bizning irsiyati bor bo'lsa, mush bolada. Bor bo'lgandan keyin undan sirtdan hamda muhitdan kelgan g'idiqlug'ichlar. Anandagi yalliq damdoq, muhitdan kelgan g'idiqlug'ichlar damdoq yoki tingshin insu deb bizning odatda kayfiyat ashlarning hammasini
özlüksiz gıdıqlış səbəbindən mavil iki tamponluqni buzub yetidi. Buzub etkenlikten keltirib chiqardi buniki. Unaq bo'lsa odatda biz biladigan mushu bolalardagi ziq kasalning alomatlari qanday bo'ladi? Endi tipik shakldagi ziq kasalning alomati tuyuqsizlam ma'lum bir narsaga uchragandan keyin mayli gulgiyohlar bo'lsin yoki bo'lmasa g'idiqlig'iga uchragandan keyin darhol ko'rinadigan nafas qiynalish. Eng tipik misoli. Tipik ziqqiniki nafas qiynalish. Başlanğını. Şunaq. Bu nefes qiynalishi eng tipik misoli. Lekin bundan boshqa hozir tipik bo'lmagan ba'zi bolalarning hozir ko'rlayotgani yo'tal. Kan yo'tal. Yo'tal bo'lgan vaqtida hech qanday qiziydigan anday yallig'langan alomat yo'q. Faqat yo'tal. Yo'tal bor. Bundaq yo'tal qanday vaqtda bakrak ko'rildi desa, atigan yoki kechda. Bular atigan qo'pqa vaqtingizda. Nemishqa atigan kechda bakrak ko'rildi? Bu bolalarniki kechda bular bu ko'pincha bolalarning ziqqiniki yoki atiganda kechda yoki harakat qilgandan keyin. Atigan kechlarlik bo'yicha adamda qanday temperaturniki sovuq g'idiqligichi. G'idiqlash ko'pdan atigan. Yoki bo'lmasa qishdaylik issiq uydan chiqqan vaqtimizda tutadi. Yoki kechda sovuqdan kirgan vaqtimizda. Shunga yoki bo'lmasa andan keyin harakat qilgandan keyin, qizigandan keyin badandan keyin qildi degan. Mushunday ahvolda ishtik ko'rildi. Endi ikkinchi tipik masala shu yo'tal. Yo'tal, kan yo'tal. Ba'zan bekin kuchli qandaq ko'k yo'taldek anda yo'tala ketmaydi bunda bolalar. Bundan yo'tilishi endi normal ahvolda emas. Anda qilib yo'tilgan bo'ldi. Andan keyin yana ba'zi xil ziqqlar bor. Ilaqa sho'ngman endi ko'krak siqilish, mayda siqilib. Hech gap yo'q o'tirib maydam siqilyapti qanday qilib. Uchinchi xil tipik ahvol. Hamda ko'p ko'rildigini nafas qiynalish. Nafas qiynalish. Adat agar mush bolalarımızda nafas qiynalish, uzun mezgil yutilish, ondan boshqa mushtaqligi, maydasi siqilish degandek alomatlar ko'rilsa, biz balkim ziqqimikin deb o'ylashib baqsaqmi bo'ldi ekan shunaqmi? Endi ziqqiningki bu odatda boshqa barliq kasallarni chiqarib aytgandan keyin ondan diagnoz qo'ydigan ishchi. Endi bolangizni kichkidan boshlab ko'zini ko'p chimchiqiladigan yoki o'laydigan, burni o'laydigan, ko'zi atrab qardab qoldigan, anda ahvollar bo'lsa, bir narsaga asan reaksiya qildigan bo'lsa, andan keyin turib yutilaydigan, indan qoldigan. Andan keyin yaqindan yag'an, mandaq zukamdab qolgan, qizib qolgan anda ahvollar bo'lmasa, andan keyin sizning uyingizda mushuning o'xshash irsiyatlik, ya'ni dadam, opam yoki bo'lmasa cho'ng opam, cho'ng dadam ashundaq kasallar bordi. Ziqqa deb malni mandaq hammasini umum qilib anda o'ylasak bo'ldi. Ya'ni oilangizda mushundaq ahvoldagi odamlar bo'lgan. Ya'ni siz irsiyat qilib bergan bolangizga ehtimollik bor. Ikkinchidan bolangizda ko'pincha alomatlar bu 2 kun, 3 kun chiqqanini hisob emas. Odatda ziqqini uzun mezgil, az deganda 6 oydan 1 yil mushundaq ahvol chiqsa bo'ladi. Uchinchisidan andan keyin bolaninki hamda alomatlardan sirt yüzünün badanınki reaksiya qiladigan badan bo'lsa, balansı. Yeni kichik vaqtida ko'pincha bolalarning tamirlik chiqdi deymiz. Shunaq. Shu tamirlik chiqqandek anda ahvollar bo'lsa, ya'ni reaksiya qilganligining anda alomatlari bo'lsa, andan keyin bu bolangizningki nafas qiynalishning ahvolini hamda 3-4 qatim qiynalgan vaqtda olib borsangiz, bir o'rdoq qilsangiz darhol o'ngshaalsa, saqaysa. Andan keyin mushuning ahvoliga asosan balani ziq bo'lish ehtimoli shunroq ekan deb o'ylasangiz bo'ldi. Unda biz qanday diagnoz qo'yamiz? Masalan, doktorxonaga berib, qanday tekshirish olib borsak, shu ziq kasalga yoki emaskan deb bizga bir aniq diagnoz bera oladi. Endi ziq kasalni hozir men deb o'tgandek, buningki barliq kasallarni chiqarib aytgandan keyin andan diagnoz qilgan kasalchi. Shunga buni qanday kasallarni chiqarib aytamiz desangiz, o'pka yallig'i degan ba'zi masalan viruslardan bo'lgan o'pka yallig'imi nafas yetishmaydigan ahvollar bo'ldi. Andan keyin boshqa kasallarni chiqarib aytgandan keyin sizga degandek oiladagi irsiyatlik ahvollik ehtimollik borligini, odatda 5 jihatdan o'ylashimiz. Biri irsiyat bormi? Ikkinchidan bolangizda mendaq reaksiya qiladigan alomatlar bormi? Masalan, sizningki nafas qiynaladigan andan ahvollar bormi? Uchinchisidan odatda bizningki o'pkangizni anglaymiz-ku. Anglagan vaqtda endi bu ota-onalar anglab bo'lmaydi. Endi uydagi vaqtimizda ko'pincha vaqtda bolani bek ig'ir ziq bo'lgan vaqtida nima qilsangiz anglay olasiz. Xiaomingin deb qo'yamiz, bir anglagan pushtak chalgandek bir ovoz chiqadi. Men o'pkisida pushtak chalayotgandek endi ahvol chiqqani aniq bo'lsa, andan keyin 4-dan men kelgandan keyin shuning oid bir dorini ishlataman. Bu endi qanday bo'ldi ziqqa desangiz, endi hisob shu
kanaychining siqilib olganligidan bo'ldi-ku. Bu siqilib olishni men hozir ichib etsam, o'ngshildi. Shunga siqilishni acıdığan doğru işletken vaqtimda o'ngishlamda yoqdim. Anan dekin buningki ig'irlik darajasini ben diagnoz qo'ydigan endi bir o'pkining hazm iqtidorini o'lchaydigan bir ish bor. Uni o'lchaymiz. Anan dekin qondan balaning kamda ba'zi reaksiya qiladigan badanni yoqishini o'lchaydigan bir ölçeşler var. Hammasini yig'inchoqlab umumiy ko'zitib anakin diagnoz qo'yildi ekan. O'sha bolalardagi ziq kesili desa, nurg'un do'stlarimiz bek ansiraydi. Bo'libmi men ilqi kinolarda to'liq qarsak bir narsani og'ziga kirib olib, kuchab sumirdi. Anadagi necha qitimdan keyin anadagi deb ilqi dimiz qiladigan vaqtida shuni darhol ishiltish kerak. Bo'lmasa nurg'un ig'ir oqibatlar kelib chiqadi shunaqo. Endi mushuning qarta ziq kesili zodi butunlay tamoman saqlaydigan kasalmi yoki uzoq mezgil mushunaq masalan sirtdan dorilarni ishiltish orqali uning taqobil turadigan kasallikmi shu to'g'ri so'zlab beramiz. Ziq kesili endi shu hisobda bizningki hozir men so'zlab o'tgandek shu odam badanidagi kanaychilarning siqilib olganligidan bo'ldi. Bolalarning ziq kesili bilan cho'nglarning birdan bir o'xshamaydigan yeri uzoq muddatlik shu doktorning degani bo'yicha davolab bersangiz butun saqayib ketadigan kasal. Endi cho'nglarningki ziqqisi osonlikcha saqaymaydi. Osonlikcha saqaymay oxiriga berib osti xarakterlik o'pkayolg'i bo'lib ketib u saqaymoqda. Lekin kichik bolalarningki o'pka bu ziqqisi uzoq muddat doktorning degani bo'yicha davolab qilib bersangiz butunlay saqayib ketadi. Endi bek az bolalarningki endi cho'ng bo'lganda endi cho'nglarning ziqqisi o'zgarib ketish ehtimolligi bor. Lekin az degan 80% dan 90% kichik ziq bolalarning endi o'ngishilib ketadi. Endi bu ziq deganimiz endi shu hisobda shu sizning kanaychingizning qisilib olgani. Bu qisilishni yandirsangizlar asli ketadi degan gap. Endi asli keldigan kasal degan gap. Endi bundan keyin davolash bu jihatniki davolashniki bosqichlari o'xshamaydi. Qanday davolash kerak? Endi siz degan manda sumiradigan narsa nima deganimiz odatda shu siz shading anchun deb qo'ymiz yoki bo'lmasa odam shu kanaychini tez sur'atda kengaytiradigan bir dora. Bu dorani shu bir sumirsangizlar kanaychini o'ngshagandek bo'lgan yer o'shadi. Endi buningki eng muhim davolash birinchidan shu sizga reaksiya qiladigan ya'ni g'idiqlug'uchilardan yiroq turish kerak deydi. Uni tekshirib aniqlash kerak. Endi hozir bizning butun jumboning ichida hozir g'idiqlug'uchilarning endi har bir doktorxonalar tekshirdi, lekin ravrus tekshirib butun hammasini sizga tekshirib chiqib bo'lmaydi. Endi kichik bolalarning yana bir bilan yerni desangiz, g'idiqlug'uchilarning o'zgarib turadi. Cho'nglarningki masalan endi bek az sondagi bolalarning boshda oxir bir narsaga reaksiya qilgan bo'ldi. Lekin cho'nglarningki hamda hammasini ko'pincha shu bir narsaga reaksiya qilgan bo'yicha ketaverdi. Lekin kichik bolalarningki bugun o'zgarib turdi. Bugun sizningki tuxumga reaksiya qilsa, gulga reaksiya qilgan ehtimol bo'lishi mumkin. Inosiga reaksiya qilgan nimasi o'xshamaganlik sababdan bu bolaninki o'ngishilish ehtimoli cho'ng degan gap. Shunga odatda eng birinchi bo'ladi qanday qilamiz degan vaqtida bolani shu reaksiya qiladigan narsadan jiroq turish kerak. Buni endi cho'qim kanalimiz yoki nima qilib nurg'un asablar bilan tekshiramiz emas. Buni uyda qanday nima qilamiz? Uyda ota-onalar o'zi kuzatadi. Masalan, bolangiz nima narsani yesa yoki bo'lmasa qanday narsa bilan uchrashgan vaqtida yoki bo'lmasa qanday ahvol ostida shunday alomatlar ko'rildi. Masalan, bir narsani yegandan keyin nafas qisildi. Yoki bo'lmasa bir nima bilan uchrashgandan keyin ushaq tamir etkilashikdamdi bolangizda. Yoki bo'lmasa ko'zni o'laydigan anda alomatlar ko'payib ketadi. Demak, mushu narsaning, muhitdagi narsaning balkim mush bolangiz reaksiya qilishi mumkin. Mushu eng oson ham sizga eng foydali bo'lgan hamda birinchi muhim omil. Sizningki hamda doktorxonaga bormasangiz siz qila olasiz. Uyda turib ham o'zingiz ko'ralaysiz. Shunga shu sizning ko'miyman resepti shu reaksiya g'idiqlug'ichidan yiroq turing. G'idiqlug'ichini o'zingiz shunday topsangiz bo'ldi. Mavi ekan deb. Agar rostdan xotirjam bo'lmay qolib qolsangiz, bolaninki doktorxonaga berib tekshirilganlarni qilib, yoki bo'lmasa siz bolangizni benormal bo'lgan narsani, ash muhitdagi ash narsani ilib berib, doktorning oldida o'tirib yegizib beqing, kaydirib beqing. Nima qilyapti? Doktorxona bo'lmagan sizga qutqizganға muhit emasmi? Ani birinchisi shu uchrashmang ash narsalar bilan. Ikkinchidan endi odatdagi bolalarningki endi ko'pincha ota-onalarning o'ylashib oldigani bolam ziq yeydi, yugarsa bo'lmaydi. Harakatga so'nmaydi. Uning qatnashmaydigan xato bir ahvol. Amaliyotda ziq bolalarning
hareket qilsa bo'ldi. Faqat qattiq yuguradigan, anda kuchli harakatlarni qilsa bo'lmaydi. Lekin odatdagi biz normal harakatlarni qilsak bo'ldi ekan. Oksigen bar yugurish hamda qanaqa odatdagi sambu qilganlar, sirtlarga chiqib mengib birdigan. yoki bo'lmasa manda qiliq bolalarniki sharp o'ylab birdigan. Manda ahvollarniki hammasi bolaning o'pka sig'imini oshiradi. Buningki ziqqining oldini oldiganga foydasi bor bo'ldi. Bu jihatdan odatda ikkinchi diqqat qilgan ishlar. Andan keyin uchinchisi andin ziqqi bolalarniki tavsiyasimiz. Hargiz bolam alomat yo'qiga amallam dorini to'xtatib qo'ymang. Muhimi mayadi. Ko'pincha bolalarniki hamda ko'pincha ota-onalar qanday qildi desangiz, alomat yo'q. Alomat chiqqanma ekildi, 3 kun do'rishidi, saqaydi, do'tni tashlaydi. Bunda bolalar asonlik saqayanmaydi. Hamda bu ziqqini qanday bilamiz desangiz, uning ig'ir yeniklik darajasiga asosan qo'zg'alg'a vaqti, normal vaqti deb ayrildi-ku, har bir bosqichda ishlatgan dorisi o'xshamaydi. Hamda dorisining umum dorisi shu necha dora, lekin har bir dorining har bir bosqichda qanchalik miqdorda qanday ishlatildi, har bir bolaninki nimasiga o'xshamaydi. Shunga ma bolaga mos kelgani, ma bolaga mos kelishini atayin. Shunga eng yaxshisi bolangizniki ziqqa ekanligini aniqlab olishdan burun rasmiy bir doktorxonaga berib boshdan oxir bir tekshirib beqing. Rost ziqqimi, yo'qmi? Agar bolangiz rostli ziqqi bo'lsa, shu doktorning degani bo'yicha, u cho'qim palani janjavalan ko'rsiz degan gap emas. Bu ziqqini butun nimaning ichidagi doktorxonalarning qanday qil doktorxonasi bolalar doktori bo'lsa, asos biladi. U ziqqining davolash bosqichi o'xshash. Lekin cho'qim bir doktorni tutib boshdan oxir mushbalniki davolashni boshdan oxir elib beradi. Hargiz yarim yo'lda to'xtatib qo'ymang. Kesilida o'zgarish bormi? Ha, o'zgarish bormi? Madoriniki unumi qanchalik? Bu unumdan qanchalik, ma boladagi o'zgarish qanchalik ekanini bir boshdan oxir bir so'g'ini yaxshi. Chunki asos davolashniki bolaga asosan davolash qilamiz. Muddatimiz shu bolaga asosan bo'ldi. Andan keyin sizningki odatda uyda qilib birdigingiz shu bolaning g'idiqlig'idan yiroq qiling. Andan bolaninki odatdagi dorisini doktorlar degani bo'yicha yeb bering. Bugun ham o'sha yerda yana bir yangi savatga erishdik. Ya'ni o'sha ziq kasalligi bo'lib, bolalar doktorxonasiga borgan vaqtimizda bolalar doktorini osonlikcha o'zgartmasligimiz kerak ekan shunaqa. Chunki shu doktor bolangizning ahvolini boshdan oxiri iz qo'g'lab yurib bilgachga, qaysi dorilar reaksiya qiladi, qaysi dorilar foyda qiladi, ham bu bolaning ahvolida qanday o'zgarishlar bo'ldi, buni aniq biladi ekan. Shuningdek bu yerda bir shu muhim bo'lgan halqani o'rganib oldik. Ammo ziq kasalligiga amal yo'q, giribdor bo'lib qoldik. Shunaqa baysiz har xil sabablar tufaylidan bo'lib qilishimiz mumkin deb. Undaqda shu ziq kesil bo'lgandan keyin oilada mayli yemak ichmak bo'lsin yoki harakatda bo'lsin, nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Endi ziqqa hozir deb o'tdik-ku, asos jihatdan g'idiqlig'ichlardan kelib chiqqanda. Undaq bo'lsa diqqat qilganimiz g'idiqlig'ichlardan. Qanday narsalar g'idiqlig'ichlar olib hisoblandi deb men o'ylaganda bilmaymiz. Odatda g'idiqlig'ichlar qanday desa, g'idiqlig'ichlar 7 turga bo'lindi. Birisi hamda odatdagi masalanga virus, bakteriya degandek mandagomiyalar. Bular qanday bo'ldi desam, muhitda bo'lgan. Bularninki hamda bolaning ko'pincha zukam bo'lmasin. Qayta zukam bo'lgan, qayta o'pkalig'ilgan, yallig'langan ahvoldan olinsin. Andan bizning uylarimizda biz gilam ishlatishga amroq. Shunday. Gilamninki andan keyin gilam qanday bo'ldi desangiz, qo'y yongdan ishlaydi. Bakteriyaning korviti deb anglagan gilamlar ishlaydi. Andan keyin zamburug' va ana ishida maxsus shu nimani qo'zg'aydigan, ziqqini qo'zg'aydigan. Bular Shinjongninki chang-tuzan, bakteriya, virus yoki bo'lmasa shunday tuk degandeklar. Andan keyin gulgiyohlarning tuzunlari deganlarniki asan reaksiya qildi. Sizning bolangiz cho'qim mushuning ichidagi birisi degan olmaydi. Lekin mushlardan amal bor, jiroqroq tug'in. Endi jiroq tug'i desam, ishimni ishlatmaydigan deb uyingizni pol qilib qo'ymang. Amal bor mushlarniki. Endi pokizlikni qilib, bolaninki endi uyda mundayroq mushuklarni boqqan vaqtlarimizda amal bor shu bolaga qarab beqing. Mushlarga reaksiya qilatamdi, yo'qmi? Endi siz nadan topamaydigan vaqtingizda g'idiqlig'ichini, mushniga bekrak diqqat qiling demakchi. Mushu o'rinlar saqlash mumkin. Mushu o'rinlar saqlash mumkin. Ikkinchisi endi bolaning uyqusi bilan kayfiyatini tanlash. Bularni 3 yoshdan 4 yoshgacha yana 14-16 yoshlar atrofidagi bolalarningki qarshilishi bek kuchli bo'lgan vaqti bu jihatdan. Andan keyin ma'lumotlar hissiyot jihatdan bek sezgir vaqti bo'ldi. Mush vaqtlarda bolalarning kayfiyatini tanlashga qattiq diqqat qilmasa, mushimi bolalarga nisbatan bir g'idiqlig'ichi bo'lib qoladi. Bularning ko'pincha bolalarning ko'rildigini
sıkıldıgan. Demi sıkıldıgan aql bek nim boldu. Şoňa zıqqı balanınki moş wagtda ata-ana bilen balanınki münasebetini ýaşkyga ýaxşy balanınki. Anan dikin 3-nji bolgan wagtda bäzi dorilar bar. Dorilarmy kozgap goýdy. Mesela aspirin deyimiz go biz köpünçiler 5 ağrısı monim kısmı aspirinni kokmay işleteyle verdi. Manınki gıdıklaştırıldı pek çoğun. Aşında şu muşumu gıdıklıgıç bulup doğru. Anan dekin hareket. Bazı balalarning kuchlik harakat. Unda harakat qilmayman demaymiz emas. Harakat qiling, normal harakat qiling. Lekin kuchlik harakat qilgan vaqtida balalarniki g'idiqlab qo'ydi. Harakat. Anan dekin 4-njidan havo. Qanday havo desangiz, masalan, bulapmi yoz fasl almishadigan vaqtlardagi qishdagi sovuq havo balaninki bakrak g'idiqlag'uvchi bo'lib hisoblanadi. Mushundaq vaqtlarda bulapmi cho'nglar boyniga maska taqib mangdigan yerlar sharplan taqaydigan. Mushundaq vaqtlarda qishlarda sovuq havoga chiqadigan vaqtida issiq bilan sovuqning almishadigan vaqtda amal bor. Qo'dashni yaxshi qo'g'dasa asosiyati mushunda jihatlardan turmushdagi inchik ishlardan yo'qbasi bilan diqqat qilsak oldin og'li yoki bo'lmasa uni yengillatgan bo'lgan kasallikni. Mushu tamoqda diqqat qilgan ishlar bormi? Tamoq endi shu yenilam shu endi g'idiqlig'ichlarning yengil tamoq emas. Bu g'idiqlig'ichlarning masalanga ba'zi bolalarningki nima reaksiya qildigan bo'lsa shuni amal bor banan. Masalanga kichik bolalarningki ba'zilarningki sut reaksiya qildi. Kala suti. Ba'zilarning qo'y suti bo'lishi mumkin. Dengiz mahsulotlari, ba'zilar tuxum, yana ba'zilarining xasa, aslında o'xshamaydi. Unda desam, hech xasini bilmaydi ekanman deman. Aniqlab bo'lgandan keyin, endi buni qanday aniqlaysiz desangiz, doktorxonaga berib tekshirsangiz chiqishi mumkin. Lekin bek az sondagilardan chiqadi. Endi bu shu tamoqning ichidagi ma'lum bir narsa g'idiqlish mumkin. Ma'lum bir dambaydamda, shuning ichidagi ma'lum bir aqsil g'idiqlish mumkin buni. Shunlashqa buni qanday qilamiz deganda odatda balangiz qanday tamoqni yegan vaqtida Biyaram bo'ldi. Biyaram bo'lgan vaqtda mushtamaq mashinadan har birisini ilg'ab, masalan, bir qacha suv qashi bo'lsa, sizning suv qishingizni bilgan ma'ni g'idiqildi balning. Unda bo'lsa suv qishingizga chamg'ur sepsiz, piyoz sepsiz hammani bugun birdan ilib etib, kunda bir berib qo'ymuş balaga. Qasining baga vaqtida bakrak g'idiqlaydi. Shu ekan deb buni lekin ashini yemsangiz bo'ldi. Yema emas endi amal ba az yang. Yak bakrak alamet ve güçlük olup ketken balınınkini tüllaylayman. Hamda manda sallam g'idiqlagandek bo'lganlarniki balkim o'zgarishchan reaksiya bo'lishi mumkin. Buni bir mazgil o'tgandan keyin qayta yez baqsangiz, sinab baqsangiz bo'ldi. Shu tamoqniki asosiyati nima g'idiqlaydi o'shuni yeyman. Bo'lmasa qolgan yer asos bo'ldi. Endi mening bugun bakrak nima esimda qoldi desangiz, shu ziq kasalligi amaliyotda kichik bolalar orasida ko'p ko'rilgani bilan, ammo shu vaqtda masalan diqqat qilib biz butunlay doktorning shu topshirishi bo'yicha ish ko'rsak, bu butunlay saqlaydigan kasallikka shunaqo. Undan boshqa bolalarning reaksiya qildigan har xil ilmitlar o'xshamay o'zgarib turadi ekan. Bu endi balki mush kasallikni saqaytib etishimi, mushu omildan bo'lishi mumkin. Shunlashqa har vaqt diqqat qilishimiz kerak ekan. Mush doktorga borgan vaqtida yana eng muhim bir ish mushu osonlikcha doktor yetmasligimiz kerak ekan. Bu endi bizning kasalimizni isqo'glab tekshirib, texmi yaxshi saqaytishimizga bir cho'ng yordam bergan. Rahmat sizga Nurnisa doktor, bugun shu bolalardagi ziq kasal to'g'risidagi bizga nurg'ulagan, odatda biz turmushimiz uchirish bo'lolmaydigan qimmatli bilim savatdan so'zlab berdingiz. Ko'p rahmat. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rman do'stlar, izlash sog'lom hayot programmamizning tunji sahifasi mush yerda oxirlashdi. Agar siz sog'lomlik to'g'risida texmi ko'p bilim savatlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, undaqda izlash appini tushirib programmamizni har vaqt ko'rib olsangiz bo'ladi. Undaqda programmamizga texmi ko'p sarxil mazmunlar do'stlarimizga davomli kutyapti. Programmamizning keyingi qismidagi mazmunlarga marhamat. Qadrli ko'rgan do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'rayotganinglar izlash sog'lom hayot programmasining sog'lomlik taomlari sahifasi. Men riyosatchi do'stlar, bu Maryam Mamtiman. Men oziqshunos do'stlar Maqsuda Umar. Qarshi olamiz Maqsuda Malim. Maqsuda Malim har san programmamizda ko'rman do'stlarimizga sog'lomlik tamoq tayyorlashni bizga shunchalik astoydillik bilan o'rgatib kelyapti. Ondaqda bugun Maqsuda Malim ko'rman do'stlarimizga yana qanday esil tamoqlarni tayyorlashni ilib keldingiz? Bugun biz do'stlarimizga alohida bo'lgan bir to'xu go'shti sho'rpisi tayyorlashni o'rgatmoqchi. Bo'ladi. Undaq bo'lsa bu alohida to'xu go'shti sho'rpisi zodi qanchalik alohida oldi bilan ketadigan materiallarni bir tunishtirib o'taylikmi? Bo'ldi. Buningga muvofiq miqdorda to'xu go'shti, ya'ni
toxuning sal so'ngakliroq yerlarini olsak, sho'rpisi texmo tatliq chiqadi. Uningdan boshqa mana bu apelsin posti. Juzining yoki chingzininki postini aldın quritib tayyorlangan apelsin posti. Bu undaq bo'lsa, odatdagi dori-darmak yoki xurt sotilgan do'konlar tepiladi, shundaqmi? Uningdan boshqa yana muvofiq miqdorda sinjang, anandekin kichik qo'lpiyaz qatorliq materiallar ketadi. Mushu apelsin postidan boshqalarning hammasi intayin oddiy uyimizda tepiladigan ishiladigan materiallar. Shunday. Aldı bilan biz to'g'ri go'shtini qaynoq suvdan bir o'tkazib olamiz. 1,5 minut, 2 minut atrofida bir o'tkazib olamiz. Uningga endi azroq lavjo qo'shib olsak, buning tarkibidagi go'shtning bir xil purqini, kuchli purqini chiqarib etish uchun suvdan bir o'tkazib tayyorlab oldik biz. Ikkinchi bosqichda biz qaynoq suvni qaynatib, uningga apelsin postini silib qaynatib olamiz. Qaynoq suyimiz qaynag'acha biz sinjangni, ya'ni jang bezini to'g'rab tayyor qo'yaylik. Mana suyim qayndi. Oldi bilan 10 gram atrofidagi apelsin postini qaynatib olamiz. Hamda uningga mana jang pizza, andin piyoz to'g'rab tayyor qilib olgan piyozlarimizni silib, yana davomli qaynatamiz. Hamda mana suvda bir o'tkazib olgan to'xo go'shtimizni silib, yana davomli 20 minut atrofida yuqori o'tda qaynatamiz. Biz bu sho'rpimizni yuqori o'tda 20 minut atrofida qaynatib tayyor qilib olgandan keyin to'van o'tda yana 20 minut qaynatib tayyor qildik. Uzunroq qaynatamiz. Demak, buni uzunroq qaynatib, mushu sho'rpining quvvatini chiqardik ekanmiz-da. Sho'rpimizni tayyor bo'lib qoldi. Qani qachimizga ust solaylik. Biz bugün bu tayyorlagan sho'rpining bir alayidligi, odatda oilada apelsin postini ancha ishiltib ketmaydi. Shunday. Apelsin postining balg'am bo'shtish, o'pkin siliqlash roli alayida yaxshi bo'lg'achqa, mushu kichik bolalardagi o'pka yallig'i sababli yutilib qolgan, balg'am chin qilib yutildigan bir xil beorom bo'lgan ahvollarga nisbatan muayyan davolash roli bor. Shuni biz bugun mush ota-onalarimizga bolalari o'pka yallig'i bo'lib qolgan, ya'ni feyan bo'lib qolgan yoki shavchon bo'lib qolgan va yoki zukam bo'lib, zukamning oxiri bir qism yo'talga o'zgargan ahvollar bor. Shu xil ahvoldagi bolalarga nisbatan nim tomoq berishni bilmay gangrab qolgan vaqtda, bolalarga qanday qilib quvvat to'liqlashni o'ylashib qolgan vaqtda bizning bu bir qancha sondagi programmamizga tomoqlarni bolalarga etib sinab baqsa bo'ldi. Şunlaşqa ata-onalarimizga izdash aptitalimizni tushirib olib, sog'lom hayot programmamizning sog'lomlik taomlari sahifasini ko'rib, biz aytgan tomoqlardan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Maqsud amalim undaqda bugungi alohida to'q sho'rpimizning ta'mi zodi qanday bo'ldi tetib ko'raylik. Ma'qul. Bu sho'rpimiz uzun qaynag'achqa bir xil quvvatli chiqibdi. Apelsinning bir xil salga kuchli ta'mi o'ziga singib chiqibdi. O'ziga singib kiribdi. Shundaq bugungi alohida to'q sho'rpimiz haqiqatan alohida to'q sho'rpisi bo'lganiga o'tishliq. Buning ta'mi shunchalik o'zgacha bo'libdi. Qani ko'rman do'stlarimiz, undaqda oziqshunos Maqsud amalim bizga ikkinchi xil tamoqimizdan zodi qanday tamoq o'rgatmoqchi, ikkinchi tamoq etish bosqichimizga o'taylik. Alohida to'g'ri sho'rpisini tetidik. Undaqda ikkinchi tamoq etish bosqichimizda biz do'stlarimizga mogu qo'rmiz tayyorlashni o'rgatamiz. Shundaq, oldi bilan ketarli xurishlarni bir tanishtirib o'taylik. Ma'qul. Ketarli xurishlar muvofiq miqdorda mogu, ya'ni shangu. Undan boshqa suv bilan kraxmalning aralashmasi. Undan muvofiq miqdorda sinjang, g'o'lpiyoz, undan balalar yoqtiradigan qiza. Qizini tayyorlashni biz do'stlarimizga aldım sandımı o'rgatgan. Shunday. Do'stlarimiz oilada tayyorlab olsin bo'ldi. Oldi bilan biz mushu shanguni, ya'ni moguni to'g'rab tayyor qilib, suvdan o'tkazib olamiz. Demak, buni suvda bir qitim pishirib oldik ekanmiz-da. Shunday.
Biz korumuzga qaynoq suv quyib, uni qaynatib, uniga muvafiq miqdor tuz silib, mogoni 2 minut atrofida qaynatib suzib olamiz. Bo'ladi. Undaqda oldindan suyimiz qaynasa. Mogo qaynab tayyor bo'lguncha biz qolgan xuruchlarni to'g'rab tayyor qilaylik. Endi mushballa amra qiyzinmi to'g'rab tayyor qilamiz. Qiyiznimi to'g'rab tayyor qilib oldik, mogomi tayyor bo'lib qoldi, suzib olaylik. Mana mogonimi suzib tayyor qilib oldik. Shundaq. Bugungi bu qo'rimizda mogo asosli rol o'ynaydigan bo'lib, mogo tarkibida yopirmoq kislotasi, yemaklik talasi, B turdagi vitamin qatorliq oziqlik moddalar intayin mo'l bo'lib, buning jigarni, oshqozon, tal qatorliq a'zolarni quvvatlash roli alohida yuqori. Undan boshqa mushu bolalarda nafas yo'li yallig'lanish ko'rilishning oldini olishda alohida roli bor. Oldin qism programmalarimizni Shangoning oziqlik qimmatini deb o'tgan bo'ldi. Undaqda bugungi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ma'qul. Endi qo'rish bosqichiga keldik. Oldindan qozonni qizitib, muvofiq miqdorda may qo'yamiz. Mana mayni qizib oldi. Endi biz jampiz bilan piyozni silib, mizlik biroq chiqishga qo'raymiz. Biroq chiqishga boshladi. Endi suzib ilib olgan shangoni silib qo'raymiz. Jo'dan quyitaylik. Biroz qo'rilgandan keyin to'g'rab tayyor qilib olgan qiyizimizni silib qo'raymiz. Endi bunga az miqdorda shanshovdan quyib, yana davomli qo'raymiz. Tuzni az qo'yishimiz. Endi oldindan tayyorlab olgan kraxmal suyini quyib, yana qo'yamiz. Qo'rimimizmi tayyor bo'lib qoldi. Mizlik biroq dimoqqa urilishga boshladi. Bizning mogo qo'rimimizmi tayyor bo'lib qopti, maqsad ma'lum. Qarashqilar shundoq yeyishlik, ranglik, bolalarimizning ishtahasini alohida ichib kerak darajada. Biz bu qo'rimiga ishlatgan mogo bo'lsin yoki qiz bo'lsin, odatda kichik bolalarimiz intayin yoqtirib iste'mol qiladigan xuruchlarni qo'llandik. Shu hamda ota-onalar uyda har xil turdagi yemekliklarni almashtirib iste'mol qilganda bolalarimizga oziqlik to'liqlash maqsadiga yetkil bo'ldi. Shundaq maqsad ma'lum, men mushu sog'lomlik programmamizda sog'lomlik tamoqi etganning yoki o'zim odatda tetib baxmagan, shundaqla kunlik turmushimizdimi, hatto isminimi anglabmi baxmagan har xil tamoqlarni tetishga muyassar bo'pdimi. Bugungi tamoqimizmi shunchalik mezlik edi, dimoqlarimga o'rilib ketdi. Bugungi tamoqni bir tetib ko'raylikmi? Ma'qul. Ta'mi shunchalik o'zguchi bo'pti. Eshitdik bo'pti. Bugungi izday sog'lom hayot programmamizning sog'lomlik taomlari sahifasi mush yerda oxirlashdi. Biz kelarsan programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Izday sog'lom hayot programmamizning keyingi sonida Abdunum rayonlik 3-xalq doktorxonasi bolalar kasalliklari bo'limidan Nurnisa doktor bilan o'tkazgan bolalarda ko'p ko'rilgan tarqalishchan zukam haqidagi suhbatimizni ko'rsatamiz. Sog'lomlik taomlari sahifamizda bolalardagi zukamni davolashga manfaat qiladigan sutli xo'ngshu bilan asal aqtirib dumlimizni tayyorlashni o'rgatamiz. Vaqtida ko'rishinglarni umid qilamiz.